xatti harakatlariga qarab hech qanday bir baho bera olmaysan uni ruhiy va jismoniy holatiga. To'g'rimi? Qabul qila olasanmi? Endi aytyapsan, Zevsni xudo deb chiqyapti. Eshit. Davoyimizga o'tyapmiz hozir, shoshma gapirgan payt. Mana Zevsni xudo deb chiqyapti, boshqa qilib chiqyapti deyapsan. Nima uchun? Sen shunchalik Zevsni xudo deyilishiga qarshi bo'lsang, O'zbekiston jahon tarixini 5-sinfini ochib qara. Sen o'qimagansan uni, shu yoqda Yunon va Grek mifologiyalari haqida gap ketadi va Zevs yo Poseidon boshqa ularni xudosi haqida, ya'ni kim ilohlar haqida gap ketadi. Nima uchun sen maktab darsliklariga e'tirozing bildirmayapsan? Duxing qayerda sen? Mana amaldorlarga gapir deganim aynan mana shunga. Ketdi. Nima uchun xalq ta'limi vazirligiga borib, kitoblaringda nima uchun islomiy aqidalar yo'q deyapsan, demayapsan. Nimaga o'zing gapirmayapsan? Bola chaqang bormi? Sen hozir prosta u odamning orqasidan hayp ishlayapsan, xolos. U odam yonidan haypni sen ishlayapsan. Man Zevsni xudo deyapti. Eshit, sen savol berding, javobingni ol. Nima uchun gapirmayapsan deb savol berding. Eshitdingmi? Endi javobimni eshit. Man Zevs xudo emas, bunaqa deb hech qayerda gapirib chiqmadim. Meni iddaoyim yo'q bunaqa. U kim uchundir o'sha ilohdir. Meni ilohim bor. Sen shunaqa da'vo bilan chiqdingmi? Raz da'vo bilan chiqadigan bo'lsang, konkret kitoblarda yozib qo'ygan odamlarga e'tirozingni bildir. Nima uchun sen ularga e'tiroz bildirmayapsan-da, oddiy bitta bir qanaqadir nuqsoni bor odamga chiqib olib e'tirozingni bildirasan. Maktab darsligida konkret yozib qo'ygan, tarix darsligida. Nima uchun sen duxing yetmayapti? Men hech bir o'rinda Zevs yoki Darwinni nima edi? Nimasi bor edi? Nazariyasi. O'shani men hech qayerda gapirmaganman. Shuning uchun men hech qaysi amaldorga ham, davlat idorasiga ham borib iddaoyim yo'q. Borib olib Darwin nazariyasini chiqarib tashlanglar, odamlar maymundan tarqamagan, odam atodan tarqagan degan iddaoyim yo'q. Men o'zim uchun u aqidam. Sen nima uchun shuni ko'tarib chiqyapsan-da, oddiy bitta nimaga fuqaroga nisbatan aytyapsan, lekin butun boshli bir davlat idorasiga chiqib aytmayapsan. Izlamachiliging bu seni, nima bu? Qara. Hamma narsani bilar ekansan, nimaga o'zing aytmaysan? Savol. Shuncha narsani bilar ekansan, noto'g'ri deb hisoblar ekansan, amaldorlar tanir ekansan nima ish qilishini, xo'p, maktab darsliklaridan anaqayim bor ekan, oti nima edi? Davoyim bor ekan, noto'g'rilik. Davoyim bor dedimmi? Davoyim bor dedimmi? Biz tushunimiz kerak. Davoyim bor dedimmi? Mani davoyim yo'q deb aytib o'tiribman. Mani maktab darsliklariga e'tirozim yo'q. Mani xudoyim, mani e'tiqodim o'zim uchun. Darsliklariga e'tirozim yo'q. Xohlasa o'qisin, xohlasa o'zi biladi. Men davlat ta'limiga aralashmayman. Sen chiqyapsan, Zevsni xudo dedi. Bizni bolalarimiz iymonsizlashib ketyapti deyapsan. Xo'p, shunaqa ekan. Butun boshli darslik chiqyapti Zevsni xudoligini aytib. Poseidonlarni aytib chiqyapti. Odam maymundan tarqagan deb biologiya kitoblarida chiqyapti. Nima uchun Darwin nazariyasini inkor qilib, mana darsliklarimizga unaqa deb chiqmaysan? Meni iddaoyim yo'qki, chiqmayman. Sen shunaqa iddaoda ekansan. Nima uchun bitta shaxsga chiqyapsan-u? Butun boshli xalqni farzandiga kitob tarqatayotgan vazirlikka e'tibor bermayapsan. Nima uchun? Meni savollarim qayerda qoldi-yu, sen nimalarga Nima savol berding? Nima savol berding? Savoling ne? 3 ta savol berdim. 3 ta savolingga javobingni olding. Farosating qabul qila olmading, ko'tara olmading. Sen qochding, 3 savoldan ham qochding. Senga javob degan nima degani u? Mana javob degan sen 3 nima degani seningcha? Ham qochding. 3 savolimdan ham qochding.